Assalomu alaykum. Men hozir Tojikistonga keldim seminarga. Agar og'ir ahvoldagi bronxial astma kasallari bo'ladigan bo'lsa, biz ularni dorisiz oyoqqa turg'izishga harakat qilamiz, menimcha chiqaramiz. Hozir men sizlarga bitta mashq ko'rsatmoqchiman. Bu Shank Prakshalana deb ataladi. Bu usulda, yoga usulida oshqozon ichak to'liq yuviladi. Mana men hozir suv tayyorlab qo'ydim. 1 litr suvga 1 osh qoshiq tuz. Bu 1,5 litr 2 litr tayyorlab qo'yganman. 2 litrga yaqin. Shuni ichib men mana bu mashqlarni qilaman. Hozir men bu juda ham erta, bu yerda qo'shnilar bor. Ularni bezovta qilmaslik uchun men hozir sizlarga shunday mashqlarni ko'rsataman. To'liqroq tushuntirishni men bu yerda juda ham ajoyib tabiat. Ana shu tabiatning fonida men sizlarga uni tushuntirib, yana bir karra ko'rsatib o'taman. Mana qarang, birinchi mashq qanaqa. Mana. Bu nafas olgan paytda, nafas bilan albatta nafas bilan tananing harakati, nafas, aql uni kontrollayotib qolish kerak. 3 ta yoga bu 3 ta narsaning birikishi, katta kuch paydo bo'ladi. 3 ta kuch birikkan paytda. Bittasi bor. 1 2 3 4 5 6 7 8 taxminan 8 sekund. İkincisi buni. Nafas chiqargan paytda pastga ketaman, nafas olganda orqaga qaytaman. Taxminan 1 sekund har qaysi harakatini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Gördünüz mü? Fakat belin tepesi kımırlatıyorum. Üçüncüsü bana kulüçütse. Bana kulüçse Özbekçesi bileyim ben. Bana koyuladı ben sekimen. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ko'ryapsizmi, fakat belin tepasi qimirlaydi. Üçüncüsü kobra deb ataladi. Qayta buni ko'tarilsa ham bo'ladi, lekin bu sal odamlarni qiynab qo'yadi. Shuning uchun mana bir ko'tarilgan paytda 1 2 3 4. Albatta ko'zni orqaga yuborib, mana o'ngga qaragan paytda chap oyoqni ko'rish kerak. Ben 8 dedi. Ki 5'incisi. 5'incisi. Başına oturarsa 8 meni. 1 yo'g'on ichak va qorin pastini oyoqqa so'ngga yotadi. Birinchi harakatda mana siz ichishingiz bilan oshqozonda aylanish uchun tez 8 marta birinchi harakat. Keyin oshqozondan ichakka o'tish uchun ikkinchi harakat, ichakda aylanish uchinchi harakat, to'rtinchi harakatda yo'g'on ichakka o'ta boshlaydi. Beshinchi harakatda yo'g'on ichakni uyg'otasiz. Suv ichasiz, orqa teshikdan suv chiqadi. Mana qarang. 1 2 3 4 5 6 7 8. Turasiz, yana suv ichasiz. 3 da nima ichgandan keyin albatta hojatxonaga borish kerak. Xohlaysizmi, xohlamasangiz ham boring. Keyin kelib yana mashq qilib nima qilaverasiz. Bu qiyin. O'zingizdan qilmang. Albatta o'qituvchi o'rgatishi kerak.